Bismillah. Bugun iftor dasturxonimiz uchun o'sha mashhur Tojikistonning milliy taomi qurtobani tayyorlab ko'ramiz. Qani, ketdik. Qurtoba Tojikistonning mashhur milliy taomlaridan biri bo'lib, ayniqsa Dushanbe va mamlakatning janubiy hududlarida keng tarqalgan. Bu taom oddiy tayyorlanishi va o'ziga xos mazasi bilan xalq orasida juda mashhur. Qurtoba nomi uning kelib chiqishiga bog'liq. Qurt quritilgan sut mahsuloti, ob esa tojik tilida suv degan ma'noni bildiradi. Shu sababli Qurtoba so'zi taxminan qurtli suv bilan tayyorlangan ovqat degan ma'noni anglatadi. Qurtoba ko'pincha katta laganda berilib, bir necha kishi birga o'tirib yeyiladigan taom hisoblanadi. Bu esa Markaziy Osiyo xalqlarida do'stlik, birlik va mehmondo'stlik ramzi sifatida qaraladi. Qurtoba sog'liq uchun ham foydali taom hisoblanadi. U organizmga energiya beradi, hazm qilish jarayoniga yordam beradi va tanani turli vitamin hamda foydali moddalarga boyitadi. Shu sababli u nafaqat mazali, balki yengil va foydali ovqat sifatida ham qaraladi. Bugungi kunda Qurtoba Tojikiston oshxonasining muhim qismi bo'lib, milliy madaniyat va an'analarini ifodalovchi taomlardan biri hisoblanadi.